Sog' bo'lsin. Ijozat bersanglar, mana yoshlar to'g'risida gapirdik. Haqiqiy bir yosh yuragida o't qaynab turgan ukajonlarimizni ham sahnaga taklif etsam. Marhamat, yoshlarimizni sahnaga taklif etaman. Men ham ularga qo'shilib yosh boladek yayraymiz. Uyat. Ikkita sakraganga tomon bo'lib qoldinglar. Nima keragi bor? Bitta mikrofon olib chiqmaydi bu bolaga. Bu sakraganga emas, mana stol qiynavordi. Stol? Yo'q, uyat. Mana shu sahnani orqasidan shu yergacha olib kelguncha shuncha charchoqmi? Ya Sergelini olib kelyapmiz aka, uni taksi yo'q. Uzoqda yo'l. Balkim ovqatlanib olarsizlar. Yo'q. Sahnani orqasidan mastava bor. Rahmat. Yo'q, rahmat aka. Agar sizlar qoninglar ochgan bo'lsangiz bir ovqatlan olasan. Mastava bor. Iltimos. Ovqatlanadiganlar bormi? Yo'q. 3 kundan beri shu mastavani hech kimga ichira olmayapman. Bo'pti, gap yo'q. Unda xizmatni boshlaysizlarmi yoki tanishtirib qo'yaymi? Xizmatni boshlaymiz. Ketdik. Qanaqa xizmatni boshlaymiz? Yo'q. Tanishtiring Valijon aka. Yoshlar shunaqa bo'ladi-da. O'zi bir marta televizorga chiqib yo ko'rinib qolsa, biz ham shunaqa edik. Bozorga tushib olib, yonimizga og'aynimizni olib, ish qilib odamlar tanib qolsinlar deb yurardik. Obro'yim ko'tariladi. Rosa tanilib qolganingizdan keyin boshqacha yurar ekansiz. Ish qilib odamlar tanib qolmasin. Narxnavo ko'tariladi deb yurar ekansiz. Hozir men haqimda gapiryapsiz. Yo'q. Rostdan shunaqa bo'lar ekan. Hali dastlab qo'ygilaringiz keladi, hech kim bilmaydi-yu. Mana shuna qo'yla bozorga kirsam, bitta qiz qo'lida qog'oz bilan shundoq kelyapti-da, men tomonga qarab. Yonimda ataylab richka olib yuradigan bo'lganman-da. Shundoq bir qadam oldiga tashladimda, dastlab qo'yib beraymi desam, yo'q, bozorga spiska qiluvdim, yana nima olishim kerak? Yo'q, menda ham shu voqea bo'lgan. Menda ham shunaqa holat bo'lgan. Bitta qiz sahnada konsert qo'yib bo'lganimizdan keyin bitta qiz ko'ksiga bloknotlarni qo'yib olib oldimga yugurib chiqib keldi-da. Qo'l qo'yib bering dedi. Mana qo'liga olib, ulib chiqilani chizib, omonat dunyoda omon bo'ling. Kimga singlimsam, Sayyoraxonga Mirzabek Xolmetovdan deb yozib bering dedi. Men ma'murjonman desam, bilaman Mirzaka oldilariga borib bo'lmayapti deb band ekan. O'sha qiz qo'ygan farqi yo'q. Buxoroga bordim-da, Buxoroga. Buxoroga bordim, hali konsertda qiziqchilik bo'lgandan keyin shunday sahnadan tushdim, hali taniqli san'atkorlar muxlislar yetib olsin deb qochadi-yu. Shaqalarni yugurib. Qarasam orqamdan itam kelmayapti. Chunki itam bilmaganda kelganingiz siz. Sekinladimda shuna mashinaga o'tirib shuna zavod qilaman deb tursam, uzoqdan bitta qiz qo'lida xat bilan yugurib kelib, changlanib ichida. Avaz aka, to'xtang! Ibi to'xtang! Buxoroda bo'lgan vaqtda. Shundan to'xtadimda oynani tushirib, nima deysiz, singlim, sen Toshkentga ketyapsizmi dedi. Ha, qaytyapman desam, mana shu xatni Valiga berib qo'ying dedi. Xat qara? Xat. Aziz zapravkada yirtib borganman xatni. Men sizlarga o'xshab qiynalmaganman. Mirzabek Xolmetovga edi, bu spichka bozorga edi. Men shundan bemalol shoshmasdan qo'l qo'yib beraverganman. Bemalol. Nechtasiga qo'l qo'yib berdingiz? Anchasiga qo'l qo'yib berganman. Xursand bo'lgandir ular. Yo'q, daftarda turibdi, yig'ib qo'yganman, so'rashga beraman, sekin. Ishxonada ishlaganman-da, qo'l qo'yib beraman. Ha, haligi taniqlilikka tayyorgarlik. Yaxshi. Bo'lmasa xizmatni boshlaysanmi yo ko'ngil Tanishtiring aka. Tanishtirib qo'ying. Tanishtiring shu odam. Demak, ajoyib inson, e'tibor berib qarang. Yosh bo'lishiga qaramasdan qancha obrazlar bilan odamlarni mehriga sazovor bo'lgan inson, hali san'atda ko'p xizmat qilmoqchi bo'lib, faqat oldinga qarab harakat qilayotgan zo'r talantli, qobiliyatli yigit, eng asosiysi ustozimiz Mirzabek Xolmetovning eng sevimli farzandi Oybek Xolmetov. Oho, rahmat. Battar bo'ling, Mabraka. Yo'q, kattadan Maljon aka. Alaka, mana tushunarsiz, Oybek. Hurmat. O'ziga yarasha. Rahmat. Yoshi bor. Go'zal qoshi bor. Ishlatsa ishlaydigan boshi bor. Bir ko'rishda juda ham ma'nili gaplar gapiradi. Har bitta gapida falsafa. Uzoqdan qaraganingizda diplomatga o'xshaydi. Demak, kutib oling, qarshingizda Avazoxun. Sog' bo'ling o'ziga. Va Ma'mirjon. Voy, sharmanda qildingiz-ku, Valijon aka. Aka, nima deganingiz? Va Ma'mirjon, aka, meni maqtamadingiz, ta'riflamadingiz, aka, meni izoh bermadingiz menga. Bering aka, davay. Yana ham esda qolish uchun bir zo'r yo'l bor. O'tgan yili mana Avazoxunni qisqagina qilib, deb tanishtirgan. Zo'r. Siz ham Ma'mirjon Xolmetov deb o'tirmayman-da, qarshingizda mix qisqartirgan. Esda qoladi-da. Mix sahnada qoqilib turaverasiz. Rahmat. Unda marigi dahshat bo'lar ekan. Kutib oling Oybek Xolmetov.
hammalar ko'rsa deb yuraveradi. Sizniki вообще dahshat. Kutib oling Valijon Shamshik bo'lsa. Kutib oling. Vish. Menga nima ish deb. Ish. Ma'lumda Asal Xo'jayev zo'r bo'lar ekan. Ma. Guli Asalxo'jayeva, ga. Hozir navbat opa-singil magalarga. Zo'r bo'lar ekan. Sardor Rahimxon, sir. Ulug'bek Rahmatullayev, o'r. Xorazmlik Karimbay Rahmonov zo'r bo'lar ekan. Kir. Eng zo'ri Dilshod Rahmonov. Undan ham zo'ri bor, Ilhom Parmonov. If. Voy, bularga bosh bersa to'pib ketaverar ekansiz. Yo'l-yo'lakay guruh. Yana bor, lekin Papuchiki deydi. Unda men sizlarga bir vazifa beraman, qani yo'l-yo'lakay qanaqa to'g'ir ekansiz. Siz Ma'murjon yangi turmushga chiqayotgan sizsiz. Siz uylanayotgan yigitsiz, vaqtinchalik eri. Shuni постоянный qilsa bo'ladimi? Rol. Shu rolni постоянный. Demak, men sizlarni hujjatni o'tmoqchi bo'lgan Valina opaman. Zaks mudirasiz. Ketdi. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar kelinglar, demak tushunarlikim. Assalomu alaykum Valina opa, yaxshimisiz? Demak, turmush qurmoqchisizlar. Siz kelin pasha, kuyovni familiyasiga o'tasiz, shundaqmi? Yo'q, o'tmayman uni familiyasiga. O'zingiz o'ylab ko'ring-da, bitta o'qishda o'qiganmiz, bitta oliygohda o'qiganmiz, birgalikda bitirganmiz, birga turmushga mana hozir turmush qurdik. Mana ertalab vaqtda bir vaqt chiqib ketamiz. Demak, siz kelinni familiyasiga o'tasiz, shundaqmi? Men Siz. opam, men dadamning familiyasiga o'tmagan bolaman. Mana familiyamga o'tsin. Hech bo'lmasa erkaklarning ichida eng birinchisi bo'lsin. Xotinlarni sizlarni men kelishtirib qo'yaman. Ikkalaylar ham xafa bo'lmaysizlar. Familiyangiz nima? Manikimi? Ahmedova. Ahmedovadan Ahni olamiz. Sizni familiyangiz nima? Maqsudov. Maqsudovdan Mahni olamiz. Demak, yangi oila tuzildi. Yangi oila tuzildi. Tabriklayman. Ahmaqovlar oilasi. Haqiqatan yo'l-yo'lakay to'pib ketaverar ekansiz. To'q ketaveramiz. Endi vazirga mana sizlarga rosa yoshligimdan qiziqaman, aktyorlik qobiliyatingizga. Ayniqsa Mamar akam ham aktyorlik qobiliyatingiz zo'r. Bu yoqqa o'ting, buni maqtayotgandimda. Endi tasavvur qilasizlar. Xo'sh. Barselona bilan o'zimiz Andijon futbol o'ynayapti. Barselona bilan Andijon? Yo'q, tasavvur qiling dedim. Tasavvur qiling. Ertaga bo'lsa kerak bu. Yo'q, tasavvur qiling. Xo'p, tasavvur qildik. Siz Andijon darvozabonisiz, siz Barselona darvozabonisiz. Hozir nima deydi? Barselona hujum qilyapti, Andijon darvozaboni darvozada. Marhamat. Qani. Akamjonlar sanlarroq o'ynanglar. Yaxshi. Endi mamlakatga bu yoqqa keling. Endi Andijon hujum qilyapti, Barselona darvozaboni darvozada. Marhamat. Valijon aka. Zo'r ekasizlar. Qo'yilma. Ana endi men sizlarga vazifa beraman. Sizlar zapravkada ishlaysizlar, men mashinam bilan zapravkaga. Konsert oldi, zapravkada. Vali keldi. Vali. Alijon aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Laboingizni almashtirib beraymi aka? Laboingiz oynalari sinib ketibdi-yu. Nimaga sinadi? Yangi turibdi-yu, labovoyim. Mana mamit sinibdi-yu. Ha, sinibdi. Almashtirib beraman xolos deysiz. Valijon aka.
Yangi disklar bor. Benom, betog'arat, benikoh, benomuz, beor, besuput. Men qarang. Ummon, zo'r disklar. Laboydan keyin boshim og'riyapti, men qarang. Bir dam oladigan musiqa bering, dam oladigan. Zo'r disk bor, MP3 yoki, miyangiz dam oladi. Vaqti dam. Qimmat lekin. Puliga gap yo'q. Mana aka, mana. Al shuni qo'y, bir dam olay. Hech narsa yo'q. Mana dam olamiz aka. Marjon aka. Ham 22-23 istiqlolda konsert qo'yapsiz ekan. Ha, xudo xohlasa 2-3 kundan konsert qo'yapman. O'shani diski bor aka, olasizmi? Bor. MP3. Qattan. Ana Mirza akaga telefonni aytib bersangiz ekan, o'shani yozib olganmiz ekan. MP3 qilib chiqarib Olsangiz beraman, o'zingizda ham yo'q lekin. Hozirgi yoshlar yomon chaqqona. Ana endi san'atkorlarimiz baraka topsin. Hozirgi kunda juda ko'p tomoshalar qo'yyapti. Har bitta san'atkorda o'ziga yarasha muxlisi bor. O'ziga yarasha muxlis o'sha o'zi sevgan san'atkorni tomoshasida qanday maza qilib o'tirishini tomosha qilsak. Demak, birinchi bo'lib ajoyib san'atkorimiz Ozodbek Nazarbek do'stimizning tomoshasida muxlisalari qandoq o'tirishi mumkin? Nega yig'layapsiz? Ozod shu qashini aytayapti-yu. Har yili konsertga kelib yig'laverib o'rganib qoldim. Man voqlidan erga tiyib qo'yibman. Ozodga tiysammi, emasmidi? Opasilar qayerdan keldinglar? Sharg'ondan keldim. Siz nimaga yig'layapsiz? Mana shu Ozodjon, mani bolam bo'lsalar bo'lmasmidi? Tuvagim pilladan bo'lib ketardi-ku. Nega yig'layapsiz? Gapiring. Men biletni qo'ldan qimmatga olib qo'yaman. Halingni so'rab borsam agar yoningga janob, ayt sen nega hayron? Boqmayin o'tib kuydirasan dilimni yomon. Ana endi ajoyib san'atkorimiz sevishganlar kunida o'zining tomoshalarini muxlislariga namoyish etadigan san'atkorimiz Rayhonaning konsertida o'z muxlislari qanday dam oladi? Oshna. Men joyimga o'tiribsiz. Mana 27. Turing oshna. Zo'r bo'lib turadi bunaqasi. Ajoyib san'atkor O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist ustozimiz Mirzabek Xonmetov, ya'ni Mirzo teatrining tomoshasida muxlislari qanday dam olib o'tirishadi? Aqligini qarash. Shukurni qarash. To'ta. Qo'shiq chiqdimi? Ha, chiqdi. Ketay, qo'lponlar yuvib kelaylik. Cho'lib ketdinglar. Ha, endi tasavvur qilasizlar. Marjon aka, chempionga o'tiring. Chashda bir pena choy ichib turing. Tomoshabinlar Valijon Shamshiyevning konsert dasturida. Marhamat. Qani Vali? Vali qani? Yo'q-ku. Allaqalaqadir qo'zi qoringa o'xshagan narsa turibdi. Yo, u qo'zi qorin emas, u gulto'y. Konsert boshlanganmi o'zi? Qora tochka o'tdan bo'tga yursa hamma kulyapti-yu. Ishlapa u.
Bekor balkondan bilet olibmiz. Gapirmang, balkondan. Vali vali valijon shodlikka to'lsin. Yoshlarimizga qarsak aylanayamanglar. Kuldirib ko'ngil Omadinglarni bersin. charchamagin hech qachon. Konsertlarimizda muxlislarimiz, tomoshabinlarimiz ko'p bo'laversin, mehmonlarimiz bisyor bo'lsin. Erkak so'zi 5 harfdan iboratdir. Har bir harfi mardlik uchun imoratdir. Chin erkakka do'st topmoq zo'r tijoratdir. Ba'zilar bor, erkak deyish xijolatdir. Yurtga, yorga ko'ksi qalqon turgan ham bor. Erkakmanda bir burchakda yurgan ham bor. Keng bo'lsin, imkoniyati keng bo'lsin. Erkak boshi tog'lar bilan teng bo'lsin. Bir pastkashga uni kuni qolguncha eski juldur choponlarga yeng bo'lsin. Yuragida sevgi bo'lsin, dard bo'lsin. Erkak degan qayga borsa mard bo'lsin. Mard erkaklarimizga ko'z tegmasin. O'g'lon deb bir she'r yozgandim. Shu o'g'lon degan she'rni chiroyli qilib qo'shiq qilib aytib, bugun sizlarni kelib o'z qo'shiqlari bilan xushnud etishga tayyor bo'lib turgan dasturimizning mehmoni kutib olasizlar. Shohijahon Jo'rayev.